Xullas, hurmatli kuzatuvchilar, 77 million 777 ming 777 so'm va 77 tiyin g'olibini shu qir adirda aniqlaymiz. Shart kim harakatdan to'xtasa, o'sha o'yindan chiqib ketadi. Oxirgi qolgan odam 77 million g'olibiga aylanadi. Xullas, bu yerda kim birinchi borish emas. Bu yerda to'xtamagan odam yutadi. Agar kim to'xtab qolsa harakatdan, o'sha odam birin-ketin chiqib ketaveradi. Muhimi to'xtash kerak emas. Charchamadinglarmi? O, zo'r. O'yin endi boshlandi, charchaydi bolalar. Orqadan kadr. Biz o'rtoqlar sinmaymiz. Biz shartlarni o'zgartirgan holatda yangi g'oyalar qadam, sari qadam tashlaymiz xullas. Hammada plan B bo'lishi kerak. To'ppa-to'g'ri. Bizda plan nega bo'ldi? Hamma narsa yaxshiligiga, undan ham zo'r bo'lyapti. Bolalarning emotsiyasini ko'rib men havasim kelib ketyapti, dedi to'g'ri. O'zi qatnashib kelib ketdimi? Ha, tayyorgarchilik ham zo'r bo'lgan o'rtoqlar. Ko'rayotganinglardek lokatsiya ajoyib. Dronning kadrlarini YouTube'dagi eng tayyor videolarni ko'rsanglar, xudo xolasa, umuman boshqa narsa chiqadi, xudo xolasa. To'ppa-to'g'ri. Bo'lmasa kuzatishda davom eting. Nima bo'pti? Ha? Zo'r bo'pti. Yaxshi bo'ptimi? Yaxshimi? Ha, hamma duh balandmi? Ha? Qani jigar? Jigar, bor suvoqqa. Yaxshi, chiqib ketdik bo'ldi o'yinda. Yaxshi. Ha, qani dedi? Sirlaymi dedi? Bolla davay! Ko'rib turganingizdek, bolalar bilan, ishtirokchilar bilan birga yurishga majburmiz. Nazoratga olish maqsadida to'xtashga bizlar ham aytganda qisman haqqimiz yo'q. Shuning uchun bolalar bilan komandalik bolalar bilan almashib nazoratga olib ketishga to'g'ri keldi. Oldingi YouTube o'yinda agar bilgan bo'lsanglar, G'ulom bilan Ulug'bek ham bitta joyda qamalib o'tirishgan edi. Shu boisdan bu o'yinni erkinlikka berishga qaror qildik. Manzilsiz yo'l bo'ylab to'xtamasdan yurish. Mana oqibat, mana mehr. Bolalar borgan joydan qaytib, o'zini sherigini to'xtamang. Bizning o'yinimizning asosiy maqsad bir-biriga dushman emas, do'st bo'lish. Bizning eng yoshi katta ishtirokchimizga beramiz, oling. Avvalambor assalomu alaykum. Men ismim Ibrohim. Namangandan keldim. 9:30dan biroz uchib qoldi o'zi. Hali tinmadi. O'yin zo'r. Hozir oyoqda sal og'rish bor, chanqash bor. Qolgan hamma yo'q joyida hozircha. Endi keyingi savolga o'tamiz. Sizning taxminingiz bo'yicha kim yutadi? Taxminim bo'yicha Bilol. O'zim yo'q, Bilol bo'lishi mumkin. Hozircha Bilol tetikli ekan. Lekin bitta anaqa shansini yo'qotdi-da hozir. Agar yana hozir ko'p suv ichirsa, uni asaga yo'qotib bo'ladi. Xudo xohlasa o'zim yetsam kerak. Bilol, taxminingiz bo'yicha kim yutadi? Hozir. Ha? Yaxshi. Yomon emas. Bolalar shijoat yo'qotdi. Shijoat sindiramizmi ozgina bolalar? Yo'q. Kasbingiz nima? Meniki sog'liqni saqlash tez tibbiy yordam markazida avtojamlanma boshlig'i bo'lib ishlaymiz. Abu Sahida tirikchilik. Oilada nechta farzand? 3 farzand. Siz? O'rtanchasi. Yaxshi. O'rtancha farzand bilinmaydi deyishadi. Hozir ketganingizni bilishadimi shu o'yinga? Bilishmaydimi? Xabaringiz bor. O'sha yerda ish boshqarish direktor lavozimida ishlayman. Qanchadan beri? 3-yil o'qigan bu yerda xolasa. Necha yoshsiz? 25. Gap bo'lishi mumkin emas. Shanga hozirda shartga keldim mana shuncha qiyinchiliklar bilan. Yutaman deb o'ylaysizmi? Yutmasdan ketmaymiz aka. Yo'lda shuncha qiyinchiliklar bo'ldi. Ulug'bek bilan gaplashib keldim mana yo'lda. O'zlari hamma bittalar tarixini aytib berdilar. Hamma narsaga erishish oson emas ekan. O'shaning uchun yutmasdan ketmaymiz, faqat g'alaba. Biz tadbirkor. Qancha yildan beri? 15 yildan o'tdi menimcha. Nima soha bo'yicha tadbirkorsiz? Kraska, vodemursiya, uy remont. Stromaterial? Ha, stromaterial ko'rdi. Ya bo'lishi mumkin emas. Qayerdan keldingiz? Namangandan. Va nasib agar pulni yutsangiz, nima qilmoqchisiz? Endi avvalambor ota-onamizga beramiz, nima qilishsa qilishaveradi. Yo'q, o'ziga taqsimlab berishadi. Men Kasaprov, kuzovchilik. Asosiy ishingiz Navoiyda, vaqtingiz Navoiyda o'tadi. Shunday. Qanaqa aniqlanib qoldingiz bu o'yinda? Endi bir sutkada aniqlaymiz egalariga 2-3 ta jo'natib qo'ydim, keyin bittasini promofer ko'raman. Kommentariyadan. 2 millionta odam kommentariy yozgan bo'lsa, keyin promoferdan ko'rib qoldim. Keyin ko'rganimdan keyin yana chiqib ketdimda yana 2-3 ta jo'natib qo'ydim.
keyin yarim soatdan keyin ulug'bek akam telefon qilyaptilar. Aka deyapti, siz uy ishtirokchi aylandingiz deyapti. Rostdan bo'ldi? nerealni aka kutmagandim. Bayramga juda katta sovg'a bo'ldi aka. Вообще zo'r bo'ldi.